Aka to'xtang. Yana bitta gap bor. Xo'p, bo'ladi. Intervyularingizdan birida ko'zingizga yosh bilan shu pullarni nima qilasiz deganda qizlarimga, oilamga ishlataman deganingizdan keyin oxirida nima dedingiz aka? Ota-onamni umraga jo'nataman degan niyatim bor edi. Centrum Holidays kompaniyasi sizga Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jasorat medali bilan tabriklayman. Rahmat akajon. Bergan intervyularingiz birini Abdurahmon aka bizga ko'rsatdilar. Umraga yubormoqchi ekanlar. Jahongir nima qilamiz dedilar. Akajon, mana biz yuboramizda birga deb. Xursand bo'ldim, rahmat. Rahmat. Sizga ikkita bepul umra yo'llanmasi Centrum Holidays kompaniyasi nomidan. Rahmat aka. Abdurahmon aka sizga rahmat. Shunaqa yaxshiligiga, oddiy sababchimiz. yaxshiligiga sababchi bo'lib qo'yganingiz uchun. Tuyg'ularingiz aka. His-tuyg'ularimni jilololmayman. Hozirgi kunda juda o'zimda emasman, shokdaman. Hammasi uchun sizlarga rahmat. Shunchalik meni hurmat qilib turganlaringizdan. Bir narsani aytaman, Xayrullo aka, siz shunchaki kimnidir qutqarib qolmadingiz. Siz butun Rossiyaga o'zbekistonliklarning jasoratini namoyish etdingiz. Sizga bekorga muhtaram prezidentimiz jasorat ordenini bermadilar. Chunki siz O'zbekistonning yuzi bo'ldingiz, aka. Inshaalloh gazini bosasiz. Ota-onangizni Xudo xolasa muborak umra safariga yuborayotganingiz muborak bo'lsin. Centrum Holidays kompaniyasiga ham kattakon rahmat. Shapaloqlar. Taqdirlashdi. Undan keyin o'sha yerdagi nafaqat rus armiyan jamiyatidan kelishdi, Ozarbayjon jamiyatidan kelishdi. Hammasi kelib Xayrullo akaga rahmat aytib ketdi. Nimaga? Xayrullo aka o'sha yerda o'zini jasorati bilan o'sha vatandoshlarimizni, barcha o'sha yerdagi musofirlarni qanchalik faxrli inson ekanliklarini isbotlab berdilar. Shu uchun Centrum Air kompaniyasi ham befarq bo'lmadi. Endi akamiz dunyoning istalgan mamlakatiga Centrum Air uchib borsa bo'ldi. Juda ham ko'p Yevropadan, Osiyodan hamma joyga uchyapti. 5 yil davomida bemalol uchib borib kelgani sertifikat taqdim etildi. Shunday qilsak, menimcha mana Centrum Air rahbariyati turibdi. Aka, bunaqangi sertifikat hali hech kimga berilmagan, to'g'rimi? Tarixda birinchi marta, menimcha O'zbekiston tarixida bo'lsa kerak, akaga shunaqa sertifikat berildi va birdaniga akani bitta intervyularida ko'zlariga yosh olib aytgandilar. Xudo xolasa borib shu pulga otam bilan onamni umra safariga jo'nataman degandilar. O'shani ko'rib qoldik biz va birdaniga akaga surpriz bo'ldi. Tayyorlab qo'ygandik va Centrum Holidays kompaniyasidan ularni ota-onalariga yilda istagan vaqtida bemalol mana biz tayyormiz, qizil pastimiz tayyor desa, pasport tayyor desa bo'ldi. Ota-onalarni o'zimiz birga kuzatib qo'yamiz. Xudo xolasa bir jahlimiz chiqib ketsa o'zlarini ham qo'shib yuboramiz. Minnatdorman aka, minnatdorman. Rahmat. Endi odamni qutqarib qolmagan aka. Moshin ko'p, qaysiga minsam aka? O'zi mashinangiz bormi yo'q? Aka, lekin mashinam yo'q. Bir mashina endi bilmadim. Ish joylashtirsin. Mashina o'rtakcha. Matizga minamigan, bunga minamigan. Yo'q, men bunga minsinlar. Uyat bo'ladi endi. Osh jigarmi deymanda va bular hammasi jigar. Meni nima deydi? Ichki a'zolarim hammasi. Yo'lda pasmasmi? Ya, unisini Rossiyaga kelib kelayman. Aka, mana bu jasorat medalini olish uchun odamlar nimalarni qilmaydi. Siz ham hayotingizni o'sha yerda xavfga qo'ydingiz. Shuncha do'stlaringiz kelibdi. Tanjoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Biz buni hype, kontent uchun emas, prosta sizni yana ham ko'proq tanitish uchun. Bizda kontent tiqilyapti, ideya tiqilyapti. Mana juda boshqasi birlar yozadi deydi. Bizga eng muhimi sog'lom bo'ling, vatanga yaxshi yetib boring, qizlaringizni o'pib qo'ying. Boylik qo'lda lekin. Rahmat.